Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz AGM 510, ya'ni ko'chma ko'p komponentli tutun gaz analizator haqida gaplashamiz. Xo'sh, gaz analizator o'zi nima? Gaz analizator bu gazlarning aralashmasining tarkibini, miqdorini va sifati jihatdan aniqlash uchun ishlatiladigan asbob hisoblanadi. Bu yerda dastlabki va avtomatik xillari bor. Dastlabki, ya'ni absorpsion, ya'ni gaz analizatorda ma'lum hajmdagi gazlarning aralashmasini turli eritmalar, ya'ni to'ldirilgan bir necha idishdagi birin-ketin o'tkaziladi. Bu eritmalarni gazlarni yutib og'irlashadi va masalan ishqor eritmasi karbonat angidrid, progalol eritmasida kislorodni mis, xloridning ammiakli eritmasi uglerod 77 oksidini yutadi va ko'pincha gaz aralashmasidagi yonuvchi gazlarni turli sharoitlarda, ya'ni mis oksidi, ya'ni bilan birga qizdirib yondirish usulida ham foydalaniladi. Avtomatik gaz analizatorida asosan bu yerda turli fizik xossalar, ya'ni masalan elektrod o'tkazuvchanlik bosimi, massasi, hajmi, temperaturasi, magnitlash xususiyati va uzluksiz qayd qilib boriladi. Bu yerda ishlash tarziga ko'ra volumetrik, ya'ni kimyoviy gaz analizator, termokimyoviy, termokonduktormetrik, elektrodli gaz analizator, elektrokimyoviy, densimetrik, magnit optik, radioaktiv xillari bo'ladi. Bularda tashqari ultrabinafsha gazlarda ham bor. Bunday asboblarda gazlarning aralashmasining tarkibidagi galogenlar, simob bug'lari ba'zi organik birikmalarni aniqlaydi. Gaz analizatorda tibbiyot, ilmiy tadqiqot ishlarida qo'llanib kelinyapti. Xo'sh, dastlabki qo'lga ishlash davrida esa 19-asr oxirida paydo bo'ldi. Bu gaz analizatori asosan kimyoviy usullarda, ya'ni absorpsion foydalanganda, ya'ni foydalanish natijasida gaz ma'lum hajmdagi yutuvchi eritmalar, masalan karbonat angidrid yutish uchun kaliy ishqoriy to'ldirilgan idishlardan o'tkazilgan. Bu usul juda ko'p vaqt talab qilgan, faqat qo'lda tahlil qilish imkonini bergan. Avtomatlashtirilgan boshlanishi bilan 20-asr o'rtalariga kelib, sanoatning ayniqsa konchilik, ya'ni kimyoviy sanoatning rivojlanishi bilan birga gazlarning avtomatik aniqlash zarurati tug'iladi. 1930-yildan 1940-yillarda gazlarni issiqlik, o'tkazuvchanlik va magnit xususiyatlariga asoslangan ilk fizik gaz analizator yaratildi. Bu davrda gazning tarkibini uzluksiz o'lchash va nazorat qilish imkoniyatini paydo bo'ladi. Zamonaviy va raqamli davrda esa 1980-yilda hozirgi kungacha mikroelektronika va ya'ni yarim o'tkazuvchanlar texnologiyasi rivojlanishi bilan gaz analizator qurilmasi ixcham va aniq ishonchli asboblarga, optik, infraqizil, elektrokimyoviy va fotofizikaviy sensorlarga kiritila boshladi. Bugungi kunda gaz analizator, ya'ni gaz aralashmasining sifatida bu yerda miqdori, tarkibi nafaqat sanoatda, balki o'sha yerdagi tabiiy va atrof muhitdagi monitoring o'tkazishda va xavfsizlikni maqsadlarida ham o'sha sekundning bir qismida aniqlab beradigan yuqori texnologiyalardan biri hisoblanyapti. Xo'sh, hozirgi kunda ko'p komponentli tutun gaz analizator AGM 510 tutun gazlarini atrof muhitni monitoringi, ya'ni yoqilg'i, yonish tizimlarini to'g'ri ishlashi, saqlashi, yoqilg'i sarfini kamaytirishi, yoqilg'i sarfini kamaytirishdan tashqari uchun mo'ljallangan ikki xil, ya'ni versiyada mavjud, ya'ni ko'chma versiyasi va o'rnatilgan batareyka bilan birga keladi. Bu statsionar versiyada esa 220 volt quvvatda manbadan talab qiladi. Qurilma tomonidan o'lchanadigan moddalarning soni 4 tadan 8 tagacha o'zgaradi. Gaz analizatori bu yerda optik va elektrokimyoviy sensorlar bilan jihozlanishi mumkin ekan. Xo'sh, gaz analizator, ya'ni quyidagi parametrlarni o'lchashga qodir hisoblanadi. Birinchisi, ortiqcha havo, ya'ni issiqlik yo'qotish koeffitsiyentini, namuna olish nuqtasidagi harorat va atrof muhitning haroratini, tutun gazning tezligi va oqimining tezligi, ortiqcha bosim, vakuumni, tanlangan modifikatsiyaga qarab o'lchov aniqligi vositasini, o'lchov diapazonlarini va o'lchangan moddalar sonini va miqdorlarini farqlay oladi. Xo'sh, xususiyati, ya'ni afzalligi nima? Bu yerda 4 dan 8 tagacha o'lchay oladigan moddalar bo'ladi.
3950 ta yozuvchi o'rnatilgan uchuvchi, ya'ni xotira mod ustru o'rnatilgan bo'ladi. Undan tashqari bu yerda o'rnatilgan namuna olish pompasi, ya'ni ikkita RS 232 porti bo'ladi. Batareya quvvati 8 soatgacha yetadi. Shaxsiy kompyuterga ulash imkoniyati bor. 5 gradusdan plus 40 gradusgacha o'yilgan haroratda ishlaydi. Namuna olish harorati minus 20 gradusgacha va plus 800 gradusgacha aniqlab bera oladi. Tekshirishda oralig'i 1 yil, kafolat 12 oy berilgan bu qurilmaga. Xo'sh, bu yerda xususiyatlari nima? Ya'ni namuna olish. Bu yerda o'rnatilgan o'sha nasosdan majburan minus 4 tadan 1 kPgacha bo'lgan bosim oralig'ida, ya'ni paskal bosim oralig'ida o'lchaydi. Tahlil qilingan gaz namunasining sarfi ortiq emas, ya'ni bu yerda 1,5 litr minutiga. Ko'rsatkich raqamli ovozli, qurilma xotirasi ichki doimiy xotira, sig'imi 3950 ta yozuv hisoblanadi. Chiqish signallari, ya'ni kompyuter namunasini tayyorlash moslamasi ulash uchun ikkita RS232 porti bo'ladi. Soat taxmin ret vaqti bilan rejimdagi soat hisoblanadi. O'sha tahlil qilinayotgan aralashmaning maksimal oqim tezligi ko'pi bilan 1,5 bo'lishi kerak. Ya'ni 110 ning asosiy komponentlari xususiyatlari o'rnatilgan o'sha yerdagi termal printer. Ya'ni printer qizdirilganda rangli o'zgaradigan issiqlikka sezgir qog'ozdan foydalanadi. Qog'oz 7 vertikal elementi, ya'ni harakatlanuvchi bosh, ya'ni bilim bilan aniqlash istiladi. To'g'ri ishlash uchun bu yerda printerga kengligi 58 plusda 0 minus 1 mm ga va maksimal rulon diametri 40 mm bo'lgan issiqlikka sezgir qatlamni o'sha tashqariga qaragan holda o'ralgan termokog'oz kerak bo'ladi. Bu yerda printer changdan, ya'ni saqlangan va uning ishlash muddati qisqaradi. Agar qog'oz chiqish joyiga tushib qolsa, bu yerda kichik o'sha axlatlar yoki chop etish jarayonida mexanizmi tiqilib qolishi mumkin. Yana shu narsani e'tibor berishimiz kerak, ya'ni printer stansiyasi gaz analizatorining standart to'plamiga kiritilmagan, uning ixtiyoriy ravishda o'rnatish mumkin. Ya'ni siz qurilmani olganingizda u qo'shib kelmaydi, uni o'zingiz alohida olishingiz mumkin. Displey bu yerda AGM 510 da gaz analizator orqali yoritilgan LCD grafik displeydan foydalanadi. Ya'ni orqa yorug'lik, ya'ni yorug'ligini foydalanuvchi alohida sozlashi mumkin. Qurilmada ishlatilayotgan yorug'lik sezilar darajasida quvvat sarfini va bunga qurilmaning batareya quvvatini qisqartirishni yodda tutadi. Qurilmaning 0 haroratda saqlayotganda displey minus 25 gradusdan past haroratda ham ishlamay qolishi mumkin. Xo'sh, o'rnatilgan sensorlar, sensor kameralari. Bu yerda gaz analizator aralashmasini tahlil qilishda, ya'ni elektrokimyoviy elementlarga asoslangan hisoblanadi. Bu elementlar gaz analizator, ya'ni ishlatilganda 2, 3 va 4 elektrodli sensorlarni, ya'ni tashkil qiladi. Sensorlar gaz namunaviy yuborilganda sensor kamerasida o'rnatilgan elektrokimyoviy sensorlarning aniqligiga, sensor kamerasiga kiradigan gaz oqimining tezligiga va sensorning kamerasi ichidagi bosim seziladigan darajada ta'sir qiladi. Shuning uchun bu yerda quyidagilarni ta'minlash kerak. Ya'ni o'lchanadigan gaz aralashmasida o'sha ortiqcha bosimsiz bo'lish kerak, faqat kerakli oqim tezligiga ega bo'lgan o'rnatilgan nasos yordamida berish kerak bo'ladi. Agar bosim ostidagi gazlarni tahlil qilish zarur bo'lsa, masalan, silindrda yoki texnologik liniyalarda undan ortiqcha gazni, masalan, o'sha rotametr orqali chiqarish kerak bo'ladi. Sensor kamerasida ortiqcha bosimning yo'qligi bu qurilmada korpusning chiqishi tegishliklarida yopilganda yuzaga kelishi mumkin hisoblanadi. Aniq o'lchovlarni ta'minlash uchun har doim biz chang, kuyik va kondensatsiya o'lchash kamerasiga kirmasligiga ishonch hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun filtrlarni muntazam ravishda almashtirib turishimiz va kondensatsiya tuzoqlarini suyuqlikdan bo'shatish juda muhim hisoblanadi. Kislorod sensorlarining ishlashi qurilmalarda foydalanishda o'sha intensivligi zaif bog'liq va boshqa sensorlarni ishlash muddatini vaqt o'tishi bilan yana kamayadi
va qurilmani ish paytida o'lchanadigan gazlarning konsentratsiyasini oshishiga olib kelishi mumkin. Infraqizil o'lchagich modullari. Ushbu modul o'sha ixtiyoriy, ya'ni optik infraqizil moduli va boshqa boshqaruvchan iborat, ya'ni optik modul 4 bosqichli optik gaz elementidan yarim o'tkazuvchanlik, IP emittent qabul qilgich va harorat sensorlardan iborat bo'ladi. Ularning barchasiga ikkita bosqichli termo stabilizator tomonidan erishish mumkin. Xo'sh, boshqaruvchi ichki ketma-ket interface orqali o'lchov natijalari boshqarish va o'lchash, qayta ishlash va raqamni chiqarishni ta'minlab beradi. Xo'sh, bundan tashqari gaz analizatori yordamida biz nasoslar namunasini olishda, ya'ni gaz namunasini olishda nasoslardan foydalanamiz. Ya'ni AGM 510 da gaz analizatorida tutun gazlarning muhitiga chidamli yuqori sifatli membranaga nasoslar bilan jihozlangan bo'ladi. Bir nasos 10 paskal bosimda bo'lgan vakuumda o'lchash nuqtasidan namunani yig'ish uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Ikkinchi nasos o'lchov diapazonlari oshib ketganda va namunani o'sha kislorod modullarda tashqariga barcha o'lchash kanallari uzilganda elektrokimyoviy tozalash uchun ishlatish kerak bo'ladi. Nozik filtrlar bor. Bunda nozik filtrlar analizatorning asosiy gaz tizimi hisoblanadi. Bu yerda komponentlarni himoya qilish uchun namuna porti orqali kirish joyiga nozik filtr o'rnatilgan va uning xizmat ko'rsatish muddati yetarli va muntazam texnik xizmat ko'rsatish paytida yiliga bir marta almashtirish kerak bo'ladi. Va o'zgartirilgan filtr faqat bir xil turdagi bo'lishi kerak. Namuna olish zonti bor. Bu yerda namuna olish zonti AGM 510 da gaz analizator uchun quyidagi gaz namuna olish zontini modifikatsiyalar taqdim etiladi. Ya'ni A tipdagi zont standart konfiguratsiya, ya'ni 782 mm uzunlikdagi metal namuna olish trubkasidan iborat bo'ladi. Bu o'rnatilgan kirpdagi termojuft zontli mahkamlash uchun toymasin konus kiradi. Bu yerda tutqichlarga 2 metrli gaz chiqarish shlangi va bir xil uzunlikka kompensatsiya simi ulangan bo'ladi. Shlangda o'rnatilgan qo'pol filtr kondensat yig'uvchi o'rnatilgan bo'ladi. Kompensatsiya simi termojuftga maxsus haroratni, ya'ni komponentni o'sha kompensatsiyalovchi ulagich orqali ulangan bo'ladi. Bu trubka shuningdek chiqindi gaz quvurida ham joylashgan bo'ladi. Bu trubkadagi turdagi zont esa alohida buyurtma asosida yetkazib beriladi. Bular ko'rsatilgan, ya'ni gazga o'rnatilgan batareya, gaz analizatori gaz nasosi, gaz analizatori harorat rejimi, namuna olish zontining termo jufti, namuna tayyorlash moslamalari, tarmoq adapteri va zaryadlangan normal ishlash mumkin. Batareya quvvati kam qurilmada tezroq o'chadi, ya'ni tez orada o'chadi. Nasos normal oqimni ta'minlaydi. Nasos nosozlik gaz o'sha kanalini tiqilib qolishini xabar beradi. Qurilma haroratining normalligi, qurilma qizib ketmoqda va qurilmaning haddan tashqari sovishi haqida ma'lumotlar uzatib beradi displeyga. Ulangan va ulanmagan nosoz o'sha zontning termo juftini aytib beradi. Va UPN ishlayapti va gaz namunalari olishga tayyor. Bu yerda aloqa uzildi va harorat rejimi o'rnatilmagan va noto'g'ri ishlash haqida o'sha namuna tayyorlash moslamasiga xabar beradi displeyda. Adapter qurilmaga tarmoqqa ulangan yoki ulanmagani haqida ham ma'lumotlar yetkazib beriladi. Hozirgi GM 510, ya'ni gaz analizatori haqida bor ma'lumotlarimiz mana shu. Nasib bo'lsa keyingi darslarimizda ham qolgan ma'lumotlarni yetkazamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.